Navbatdagi huquqiy eksperiment Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida. Ayni paytda biz Xatirchi tumanidagi markaziy bozordamiz. Tuman viloyatning eng yirik hududlaridan biri hisoblanadi. Navoiyliklarning 5dan 1 qismi ana shu hududda istiqomat qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi eksperiment jarayonida xatirchiliklarning huquqiy bilimlari, savodxonlik darajasini sinovdan o'tkazamiz. Kod keldi. Kodni nima qilasiz? Yuborasizmi kodni? Terasizmi? Tering bo'lmasa kod necha ekan? 73-75 kodini teryapsiz, ha? Qarang, bu yerda istalgan xohlagan raqamingizni mana bu yoqqa terasida yuborasiz. Xohlagan o'zingiz ko'ngilingizga yoqqan raqam. Ya, kirsa nima bo'ladi? Pullar xohlashadi. Turkiyaga sayohat qilib chiqdi. Amallarni bajarish chiqdimi yo'qmi? Start bosdi. Pulim ketib qoldi degan paytingizda SMS keladi. Siz eksperiment ishtirokchisi bo'ldingiz, aka tabriklaymiz. Kodni hammaga bermang.